Assalomu alaykum brifing qatnashchilari. Bugungi brifingimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10-dekabr 2025-yildagi 246 son bilan qabul qilingan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. Naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish hamda biznes yuritishda raqobat muhitini yanada rivojlantirish, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning samarali mexanizmlarini joriy etish hamda biznesni soyadan chiqarish, rag'batlantirish maqsadida Prezidentimiz qarori qabul qilindi. 2030-yilga qadar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib belgilanishi, yalpi ichki mahsulotga nisbatan kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 1.3 baravarga qisqartirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida aholi tomonidan to'lovlarni naqd pulsiz amalga oshirish ulushini 75% ga yetkazish, iqtisodiyotning rasmiy sektorida band aholining jami iqtisodiy faol aholiga nisbatan ulushini 64% ga yetkazish. İqtisodiy erkinlik indeksi va korrupsiyani idrok qilish indeksida O'zbekiston Respublikasining o'rni kamida 30 pog'onaga ko'tarilishiga erishdi. 2026-yil 1-apreldan boshlab quyidagilar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, bunda bank kassalari orqali amalga oshiriladigan to'lovlar mustasno. Alkogolli va tamaki mahsulotlari, transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transport vositalarini zaryadlash bo'yicha xizmatlar. Qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar. Bunda qishloq xo'jalik mahsulotlari mustasno. Ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan M, N, O va G toifaga kiruvchi transport vositalari hamda maxsus avtotransport vositalarini sotish va sotib olish. Bunda oldi-sotdi shartnomalari bo'yicha sotuvchi va xaridor o'rtasidagi hisob-kitoblar, bank va notarial organlarning axborot tizimlari o'rtasidagi ma'lumot almashuvi orqali amalga oshiriladi. Bunda bank kassalari orqali amalga oshiriladigan to'lovlar mustasno. Shartnomalarni notarial tartibda rasmiylashtirish uchun tijorat banklari va to'lov tashkilotlari tomonidan elektron axborot almashinuvi vositasida to'lovni tasdiqlovchi ma'lumotlar asos bo'ladi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash samaradorligini oshirish. Quyidagilar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va unga qarshi kurashning samarali mexanizmlari joriy etish, biznesni soyadan chiqarish, naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirishga shaxsan mas'ul hisoblanadi. Jumladan, vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalar rahbarlarining birinchi o'rinbosarlari ushbu organlar tomonidan tartibga solinadigan yoki nazorat qilinadigan tarmoq va sohalar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining, viloyat va Toshkent shahar, tuman shahar hokimlarining birinchi o'rinbosarlari tegishli hududdagi barcha tarmoq va sohalarda quyidagilar: Soliq qo'mitasi, Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish departamenti, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bankning hududiy tizimlari boshliqlari yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va unga qarshi kurashish, biznesni soyadan chiqarish, naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish hamda ularning kompleks yechimlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan har chorakda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha hududiy komissiya oldida. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha hududiy komissiya raisi komissiya faoliyati yuzasidan har yarim yilda tegishli xalq deputatlari kengashi oldida hisobot beradi. Vazirlik va idoralar tomonidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarida axborot berib boriladi. Milliy statistika qo'mitasiga mamlakatdagi yashirin iqtisodiyot ulushini baholash vazifasi yuklanadi. Hududlar va sohalar kesimida yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish borasida ko'rilayotgan choralar samaradorligiga qarab hokimlar va rahbarlar faoliyati baholab boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.